Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi Bitcoin, Ethereum analizimizni boshlaymiz. Bundan oldingi haftaning oxirida esinglarda bo'lsa, video qilib aytib o'tgandikki, katta ehtimol bilan bu hafta yangi haftaga o'tib biladigan shamimiz, ya'ni mana shu haftadagi shamni nima dedik? Katta ehtimol bilan yashil yopilishligini prognoz qilib o'tgandik. Bugun mana haftaning oxirgi kunida va nima dedik? Oxirgi soatlarda turibmiz. Taqriban 3 soatdan keyin yangi sham yopiladi. Yangi sham ochiladi. Ya'ni bu haftagi shamimiz inshaalloh 3 soat davomida, ya'ni Bitcoin'imiz mana shu $113,000 pastga tushib ketib qolmaydigan bo'lsa, ya'ni $106,000 $106,000 $105,000 pastga tushmaydigan bo'lsa, nima bo'ladi? Yashil yopiladi inshaalloh. 3 soat ichida Alloh xohlab men o'ylaymanki, bu daraja tushib ketmasa kerak, albatta. Ya'ni bu hafta ham inshaalloh nima bo'ladi? Shamimiz inshaalloh yashil yopilyapti. Alloh izni bilan albatta. Xo'p, men bugungi darsda shamlar to'g'risida emas, ya'ni shamlarni har hafta aytib o'tgandek, yangi haftaga yashil yopiladi deb prognoz qilib o'tardik. Bu darsimizda, ya'ni mana bu videoda men bu nimani olib bormayman, hozirgi analiz qilmayman, ya'ni yangi haftadagi shamni prognoz qilib o'tmayman. Hozir o'tadigan narsam umuman boshqa narsa. Sal mantiqliroq yana bir narsa ko'rib qolganim uchun nima qildim? Zakonomerность deydimi, bu narsani ko'zim tushib qolgani uchun sizlar bilan shu narsani baham ko'rmoqchiman. Ya'ni nimani? Birinchidan e'tibor beradigan narsalaringiz mana bu svetoforga o'xshagan yashil bilan qizil narsalar. Bular nima deydigan bo'lsangiz, bular meni o'zimni xos ishlatadigan nima desam bo'ladi, filtrlarimdan bittasi. Misol uchun Binance birjasida 500 dan oshiq altcoin'lar bo'ladigan bo'lsa, bularni har bittasini bitta-bitta tekshirib, uspet qilmaysiz. Nima qilaman? Men ba'zi bir o'zimga yordamchi o'laroq mana bu indikatorlarni qo'llanaman. Ya'ni o'zim ishlab chiqargan, ya'ni o'zim tomonidan yasalgan mana bu indikatorni nima qilaman? Ishlataman. Qachonki bu narsa menga nima qiladi? Shu 500 ta coinlar ichida, misol uchun signal keladigan bo'lsa, mana shu signal orqali o'sha altcoin'ni men tekshirib ko'raman. Misol uchun har bittasini bitta tekshirib qo'yman-da, iloji boricha agar bunda signal keladigan bo'lsa, bu ham bir nima men uchun bir filtr o'laroq ishlatadigan narsa. Ya'ni sen deydi shuncha 500 tani hammasini ko'rmaginda, mana buni bir ko'rgin. Agar shu strategiyangga ma'qul bo'ladigan, mos keladigan narsa ko'rsang, mana shuni sotib ol degan narsani menga bular beradi. Ya'ni mana shu orqali nima qilaman? Tekshirib ko'raman. Lekin bu strategiya ham albatta bu o'zidan o'zi chiqib qolmaydi. Buy va selllar. Bu o'zini nimasi bor, o'zini bir yo'nalishi, o'zini teoriyasi bor. Ya'ni ba'zi bir narsalarni bu narsaga nima qilganman, kiritganman. Alhamdulillah, bu ham juda ham men uchun nima desam bo'ladi, udashlik ko'p hollarda foyda beradi inshaalloh. Buni misol uchun grafiklarda o'zingiz ko'rsangiz ham bo'ladi. Misol uchun qayerlardadir buy kelgandan keyin bozor yuksalganini yoki qayerlarda sel kelganda misol uchun ko'ryapsiz, bozor tushganini. Ya'ni buni ko'rsatyaptigan sababi ham nima? Misol uchun buni hozir bu yerda ham sel keldi. Anchadan beri kelmagan sel mana endi keldi. Bitcoin'da to'g'ri yuqorida bir marta kelgan edi, lekin Ethereumga keladigan bo'lsak, Ethereumda anchadan beri kelmagan selimiz endi keldi. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, bu yerda buy kelgan, bozor yuksalgan, bu yerda buy, mana buy, sellardan keyin bozor tushgan, mana yuqorida ham, mana bu yerda ham sel kelgan va tushib ketgan bozor. Va oxirgi marta kelgan selimiz mana bu yerda kelgan ekan. Mana shu zonada oxirgi marta kelgandan beri ko'rsangiz, bundan keyin bir 7-8 ta faqat buy kelgan va birinchi selimiz endi keldi. Ya'ni mana shundan bir nima bo'lib, ya'ni ilhom olgan holatda bir bu indikatorni ko'rsatib o'tyapman sizlarga. Ya'ni bu yerda selimiz keldi. Ya'ni bu ham albatta ba'zi bir teoriyalarga asoslangan holatda yasalgan bu indikator, o'zini o'zi sel o'zidan o'zi buy chiqmaydi. Bu ham bekorga chiqmaydi bu zonada. Ya'ni bu yerda nima demoqchiman? Bu yerda o'sha sel bu indikatorimda inshaalloh keldi deb ko'rsatmoqchiman va USDT dominansini ko'rsatmoqchiman sizlarga. USDT dominansida ham xuddi shu holat. Misol uchun bu yerda ko'ryapsiz, buy keldi, bozor sekin yuksaldi. Mana bu yerdan ham buy kelgan va bu yerda sel, mana misol uchun bu yerdan buy kelgan, bu yerda sel va hozir nima? Bu ham buy kelgan holatda turibmiz, hozirgi holatda. Ya'ni men sizlarga hozir ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa indikator emas yoki haftalik shamda yangi haftaga qaysi sham yopilishini prognoz qilish emas. Men umuman bugun sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam faqatgina Ethereum. Buni indikatorlar pulni o'chirib yuboraman hammasini. Bo'ldi. Ethereumda ba'zi narsalarga sizlar diqqatinglarni jalb qilmoqchiman. Unda boshladik. Xo'p, Ethereumga kelamiz. Ethereum keladigan bo'lsak, mana bu grafik. Bu grafikda misol uchun bitta qoida bor. Buni tradingda yangi bo'lsangiz ham, eski bo'lsangiz ham qulog'ingizga eng kamida chalingan bo'lishligi kerak. Ya'ni tarix takrorlanish to'g'risidagi. Tarix takrorlanish to'g'risida siz qanchalik bunga ishonasiz yoki ishonmaysiz, buni bilmadim, lekin men bu narsaga ishonaman. Chunki
6 yillik tajribam asosida bu narsani men ko'p hayotimda ko'rganman. Tarix haqiqatdan ham takrorlanadi. Ba'zan takrorlanmasligi mumkin. Shunda ham biz ba'zi bir narsalar ko'rmay qolgan bo'lishligimiz mumkin. Tushunarligi? Tarix takrorlanishi qanchalik takrorlanadi? Ya'ni hozir buni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Endi masalan ba'zan takrorlanmay qoladigan bo'lsak, nima? Bu ham bo'lsa ba'zi narsalarga keladi. Chunki yuz ishlaydigan narsani o'zi yo'q. Shu sababdan nima qilamiz? 80, 90 hollarda nima? Tarix takrorlanadi. Eng minimumi nima qilamiz? 80 hollarda takrorlanadi. Ya'ni 20 hollarda takrorlanmasligi mumkin. Hozir ba'zi narsalar ko'rsataman. Shu ham bo'lsa, agar qachonki tarix takrorlanmaydigan bo'lsa, o'sha 20% ichidagisi endi mana bo'lib o'tdi grafikda deb tushunib qo'yaveramiz xolos. Tushunaligi. Lekin asosi nima? Ko'proq nimasi? Protsenti nima bo'lyapti? 80%. Ya'ni 80% takrorlanadimi? Takrorlanadi. Shu sababdan bu narsani sizlarga ko'rsatmoqchiman. U ham bo'lsa nima? Bozorda ikki xil yo'limiz turibdi. Hozirgi holatda mana bu zona, mana bu minimum. Shu minimumni chizamiz ustiga. Tushunaligi? Mana bu yerga chizamiz. Chizib turib, bu yerga mana bunaqa qiladigan bo'lsak, xo'p, mana bu yerga chizdim. Ya'ni bu yerga. Ya'ni bozor tushib kelyapti yuqoridan, tushib kelyapti, minimum, maksimum qilib tushib kelayotgan trendda bir minimum qildi. Minimumdan keyin bir yuksaldi bozor, mana bu zonagacha yuksaldi. Va mana shu bunaqa yuksalgan joyda biz nima qilamiz hozir? Grafikdan qidiramiz. Xuddi shuni mana bu zonadan qidiramiz. Mana bu minimum, o'sha mana bu minimumga o'xshagan. Ya'ni bozor tushib kelyapti, bu yerdan tushib kelyapti. Mana bu minimum, bu o'sha minimum bo'ldi. Tushunaligi? Va bozor mana shu minimumdan keyin bir yuksaldi, yaxshigina yuksaldi. Tushunaligi? Yuksalgan joy, eng birinchi yuksalgan maksimumimiz mana shu. Tushunaligi? Mana bu tushishdan keyin eng yuqoriga yuksalgan birinchi maksimumimiz mana shu bo'lyapti. Agarki ta'bir joiz bo'ladigan bo'lsa, prosta Fibonacci tortib ishlatib ko'radigan bo'lsak ham, eng yuqoridan Fibonacci tortamiz. Pastga tortadigan bo'lsak, ko'ryapsiz, nechaga? Ya'ni 0.5 ga juda ham yaqin hollarga keldi. Ya'ni 382 va 0.5 oralariga yetib keldi. Endi bu yerga ham Fibonacci tortamiz. Xuddi shu Fibonacci'ni yuqoridan tortamiz. Tortadigan bo'lsak, nima bo'ldi? Bu yerda 618 ga keldi. 0.5 emas, 618. Ya'ni bozor pasti yarmigacha keldi. Endi buni mana bungacha tortamiz. Tushunaligi? Tortadigan bo'lsak, bu yerda ko'rib turganingizdek nima bo'ldi? Xuddi bir xil holatda ro'y berdi. Ya'ni bu yerdan bozor bitta yuksaldi, bu yerda ham bitta yuksaldi. Tushunaligi? Bu ikkalasi bir xil bo'ldi. Va bundan keyin bitta korreksiya qildi bozor. Korreksiyani prosta men buni o'zida chizib qo'yaman. Mana bu bitta korreksiya bo'ldi. Shu zonada mana bu bir korreksiya bo'ldi. Xo'p. Bitta korreksiya bo'ldi. Bundan keyin ham xuddi shuni chizib qo'yamiz. Mana bu nima bo'ldi? Bitta korreksiya bo'ldi mana. Xo'p. Endi nima qilamiz? Bundan keyin mana bu minimumdan keyin bozor bitta yuksaldi. Eng yuksalgani qaysi? Mana bu chiziqni tepasiga, ya'ni mana bu maksimumni tepasiga bozor chiqdi. Qaysi edi? Mana bu oq tepasiga bozor chiqqan zonamiz mana bu bo'lyapti. Bu yerdagisi mana bu bo'lyapti. Ikkalasi mana bu eng maksimum bo'ldi. Bundan keyin bitta korreksiya qildi va undan keyin maksimumga chiqdi. Buni ham bir tekshiradigan bo'lsak, mana bu minimum bo'ldi. Mana bu minimumdan va maksimumga olib kelamiz mana bu zonaga. Mana shu maksimumga olib kelsak, ko'ryapsiz. Bozorda yana bir nima bo'ldi? Bir maksimum bo'ldi. Ya'ni bozor bir maksimum qildi. Minimumdan keyin yana bitta maksimum qildi. Bu zonada ham xuddi shu holatni ko'rsak bo'ladi mana. Buni olamiz. Hozirroq to'g'rilab qo'ysak buni. Mana bu yerda. To'g'ri, buni masofasi bir xil bo'lmasligi mumkin. Misol uchun bu yerdan bu yergacha sal kaltaroq, buni sal uzunroq bo'lishligi mumkin. Bu ahamiyatga ega emas. Chunki bu impuls bilan bu impulsda farqi bor. Chunki bu kichikroq impuls, bu kattaroq impuls bo'lyapti. Tushunaligi? Shu sababdan unaqangi bir nima qiladigan narsa emas bu narsa. Lekin muhimi bir xil ishlagan nimasini ko'rsatyapman. Ko'rganingizdek, ya'ni bozor bu yergacha kelgan va bu yerdan yana bitta korreksiya qilgan pastga. Bu yerda ham bitta korreksiya qilgan. Korreksiya qilgandan keyingi tepalikda ko'ramiz yana. Korreksiya qilgandan keyin yana bozor nima qildi? Yana bitta mana shu zonadan yuksalgan, to mana bu zonagacha yuksaldi. Tushunaligi? Bitta yuksaldi. Buni mana buna qilib qo'yadigan bo'lsak, sal olib qo'yaylik. Mana shu zonagacha bir yuksaldi. Endi xuddi shuni bu yerga olamizda mana bu zonaga qo'yamiz. Buni o'shani kattasi bo'ldi biz. Kichikrog'i bo'ldi endi bunisida. Tushunaligi? Mana xuddi shu holat bir xil. Faqat nima bo'ldi? Bu
uzunroq bo'lyapti, bu kaltaroq bo'lyapti va mana bu yuqoriga kelganda, yuqoriga ham e'tibor bering. Mana bu yuqorida nima bo'ldi? Bitta maksimum qildim. Bu maksimumni likviditini oldi. Ya'ni bu yerda tepasiga bir igna otdi-da, mana buni tepasiga igna otdi. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Bozor bu yergacha keldi, tepasiga mana bu yer ignasini otdi va bozor tushishni boshladi. Men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa xuddi shu zona edi. Endi bu yerga ham yana dalshi yana nima qilamiz? Diqqatimizni jalb qilamiz. Endi bu safar sal boshqacharoq. Mana bu birinchi tushligimiz bo'ldi. Bu yerdan bu yergacha bir tushligimiz bo'ldi. Mana bu tushish va undan keyingi yuksalishimiz mana bu bo'lyapti. Xo'p, mana bu yuksalish bitta. Buni yuksalishlarni qizil qilib qo'ysam, sal ko'zga tashlanadi. Bu yerga bitta va mana bu yerda bitta bo'ldi mana. Qarang. Va bu yerdan yana bitta bu yerga olamiz. Ya'ni 3 marta nima bo'ldi? Bozor yuksaldi ya'ni. Ketma-ket 3 marta yuksaldi. Hop, olib qo'yadigan bo'lsam, qizil nimalarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana buni o'zingiz videodan keyin yana xuddi shunaqa tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni bozor eng birinchi maksimumdan keyin bitta ignani olgandan keyin nima bitta pastga tushib 1 2 3 marta yuksaldi. Xuddi shu holatda endi nima qilamiz? Mana bunga olamiz. Mana bu yuqori, eng yuqori, bundan pastga tushgan mana bu birinchisi. Ya'ni likvidit olgan zonamiz mana qizil. Tushunarligi? Ikkinchisi mana bu bo'ldi. Chunki mana buni minimumni pastiga, mana bu yuqoridagi eng minimum tagiga, mana bu yuqori tagiga, mana bu tushdimi? Xo'p, buni ham mana bu minimumni tagiga bunisi tushdi. Shu sababdan buni olyapman. Mana bu o'sha orasida ishlagan bir harakat xolos. Bunga e'tibor bermaymiz. Asosan biz bunga e'tibor beramiz. Va ko'rib turganingizdek, nima bo'ldi? Mana bu minimum tagiga yana bozor tushdi, buni tagiga. Buni ham bo'lsa, mana bunisi. Xo'p. Bu yerga qo'yamiz. Mana bunisi. Tushunarligi? Xo'p, ko'rib turganingizdek, grafik bir xil, ketma-ketligi ham bir xil, hamma narsasi. Ya'ni bozor 1 2 3 ta oq yuksaldi. 1 2 3 3 ta oq yuksaldi. Ketma-ket tushgan minimumlar ko'ring. Mana bu minimum tagiga bu tushdi. Mana bu minimum tagiga bu tushdi va undan keyin bozor mana bu zonaga keldi. Ya'ni asosiy bizga hozir kerak bo'ladigan zonamiz mana bu zona bo'lyapti. Tushunarligi? Bu yerga mana bitta chizib qo'yadigan bo'lsam, palichka qilib qo'yaman. Mana bu yerda bu palichkamiz o'tib ketib qoldi. Ikkalasiga ham sal kichikroq mana bu palichkani qo'yib qo'yaman. Xo'p, mana bu zonada ko'rib turganingizdek nima bo'ldi? Bozor pastga tushdi. Ya'ni mana bu strelkani ko'rsatib qo'yaman. Mana bu zonada. Xuddi shu holat hozir Bitcoin, Ethereumda turibdi ya'ni. Tushunarligi? Ya'ni bozor mana shu zonadan keyin nima bo'ldi? Bozor katta tushgan. Ya'ni oddiy tush emas, tush bo'lib ham kattagina tushgan. Buni shuni sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam shu edi hozir. Grafikdan o'zingizlar ham bir bundan keyin tekshirib ko'ringlar xohlaganingizda. Men hozir bunda panik qilib yoki boshqa narsa qilish emas, lekin shu ko'rgan narsamni sizlar bilan baham ko'rmoqchiman. Hozir o'zingizlar bir tekshirib ko'radigan bo'lsanglar ham, bu videodan keyin bemalol mana shu narsalarning borligini ko'rsanglar bo'ladi. Bozorda impuls bo'lgan, korreksiya va yana impuls bo'lgan va korreksiya va yana impuls. Impulsdan keyin mana bu yerdagi nima bo'lgan? Треугольник deysizmi, boshqa deysizmi, mana shu bir korreksiya bo'lgan va mana shu zonadan keyin bozor nima qilgan? Yaxshigina tushib qo'ygan. Agar bu narsa ishlaydigan bo'lsa, misol uchun eng yuqori kelgan mana bu maksimumni tepasiga bozor o'ta olmagan. Ko'ryapsiz? Bozor mana bu maksimum tepasiga o'ta olmagan. Hozir bu ham shu zonaga kelgan. Ya'ni mana bu maksimumda mana shu zonaga kelgan. Mana ignasini otgan ekan yuqoriga, adashmasam, yuqorisiga igna otgan ekan buni. Ozgina tepasiga ignani otganda, ya'ni qayerga igna otgan? Mana bu chiziq tepasiga igna otgan. Hozir buni chizib qo'yaman mana. Xo'p, ko'rib turganingizdek, bu yerdagi shamni, mana bu to'planib turgan sham tepasi ignani otganda bozor va u yerdan keyin sekin nima qilgan? Bitta pinbar va pinbardan keyin bozorda tushishini ko'ring. Shu holatda tushgan. Va hozirgi holatda bizda xuddi shu zonamiz qayerda turibdi? Ya'ni pinbar otiladigan zonamiz mana bu likvidit qilinadigan zonamiz shu turibdi. Hali buni tepasiga igna otgani yo'q. Mumkin hozir sal yaqinroq olib keladigan bo'lsak, buni ko'raylik, mana bu zonani. Mana ko'rib turganingizdek nima bo'ldi? Mana bu tepalikni, tepasi ignani otgan bozor va bundan keyin nima bo'ldi? Mana shu zonadan keyin bozor sekin pastga tushishni boshlagan. Qachonki mana buni ignasini olgandan keyin. Xo'p, xuddi shu holatda endi nima qilamiz? Mana bu zonada ham ko'ramiz. Mana bu zonani ko'raylik. Xo'p,
Bu yerda ham mana ko'rib turganingizdek bozor mana bu maksimumni tepasiga kelish arafasida. Agar buni tepasiga o'tadigan bo'lsa, bilmadim, agar davom ya'ni tarix takrorlanishi 80% hayotimda ko'p ko'rganman tarix takrorlanishini. O'ylaymanki, bu yerga chiqadigan bo'lsa, bozor oddiy tushmas, yaxshigina tushish bo'ladi. Shuning uchun men sizlar bilan hozir mana shu narsani baham ko'rmoqchiman sizlar bilan. O'ylaymanki, inshaalloh tushmasin o'zi aslida. O'zi menga ham qolsa yuksalgani yaxshi. Lekin nima hissiyot yoki bu o'zimning umidlarimni analizlarimga qarshi ishlata olmayman. Tushunarligi? Analizga qarshi o'zimning hissiyotlarim, ya'ni umidlarimni bu texnik analizga qarshi ishlata olaman. Shu sababdan nima hozir mana bu tepadagi likviditni oladigan bo'lsa, qizil zonada chiziq bilan chizib qo'yay. Mana bu qizil chiziqning tepasiga bozor chiqadigan bo'lsa, nima bo'ladi? Katta ehtimol bilan kuzatadigan narsamiz kelib qoldi. Ya'ni narxini ko'radigan bo'lsangiz, $4122 atrofi nima bo'ladi? Bizga katta xatar bo'ladi. Xohlasanglar buni hamroq chizib ham qo'yishim mumkin. Ya'ni kuzatadigan zona eng kamida xatar bo'ladi deb qo'rqitib qo'ymay, kimlarni paysadan chiqib olishga sababchi bo'lib qolmay, balki yuksalib ketadigan bo'lsa ba'zi narsalar, daromadlar. Bu meni o'zim shaxsiy fikrimligi uchun shu narsani e'tiboriga olib qo'yinglar. Bu meni o'zim shaxsiy fikrim. Agarki buni yuqorisiga o'tib turib, bozorda ko'raman, kuzataman. Katta ehtimol bilan katta reaksiya boshlanadigan bo'lsa, mana bunaqangi tushishni oldi ichida qolib ketmasligi uchun men nima qilaman? Qo'limdagi narsalarni inshaalloh bor hammasini 0 qilaman va chiqib ketaman o'z ishdan. Tushunarligi? Men ozroq kutaman. Bo'pti, men shu kunlardagi foydadan qolib ketay. Ya'ni mana bu yerdan bozor o'sib ketadigan bo'lsa, mayli shu foydadan qolib ketsam qolib ketay. Lekin nima? Mana bunaqangi risk qilgim kelmayapti men. Tushunarligi? Bu meni o'zimning shaxsiy fikrim edi. Xo'p, Ethereumdagi bo'lgan narsa, Ethereumda o'zi bilasizlar, Ethereum, Bitcoin hammasi bir-biriga bog'liq narsa. O'shaning uchun menga Ethereumda o'zi dastlashni bo'ladi, ya'ni Bitcoin uchun. Xo'p, unda boshladik yana. Kelgan joyimizdan boshlaymiz. O'tganda Bitcoinni oxirgi marta analiz qilganimizda eslarda bo'lsa, mana bunaqangi chiziqlarimiz bor edi. Chiziqlarimiz hammasi o'sha joyida turibdi. Ya'ni oxirgi marta bir hafta oldin aytganimizda haftalik time frame analiz qildik. Eslarda bo'lsa, haftalik time frame'da yashil yopilishligini prognoz qilgandik. Mana hozir haftalik shamimiz juda ham oz qoldi. Nima bo'ldi? Mana bu zonadaligida aytdikki, 4 hafta oldindan kelib, mana bu zonada aytdik, Alloh tizimi yashil yopiladi. Yashil yopildi. Undan keyin nima dedik? Katta ehtimol igna ham o'tmasdan pastga tushib ketsa kerak. Ya'ni kuchli tushamiz degan maqsadda gapirdim. Bu esingizda bor. Mana bu haftada yaxshigina bozor tushib, odamlarni nima qildi? Qon yig'latdi bu yerda. Yaxshigina bozor tushdi va undan keyin nima qildik? Yana mana shu haftaning oxirida aytdikki, yangi haftadagi boshlangan sham ham yaxshi qizil yopiladi deb turib prognoz qildik. Mana ko'rib turganingizdek yana nima bo'ldi? Qizil yopildi bu yerda va mana bu yashil shamni nima qildik? Bundan oldingi, ya'ni mana bu haftadagi shamda bozor pastroq deydi. Mana bu zonada yurganda panik qilmanglar, qo'rqmanglar. Nima dedik? Bozor yashil yopiladi prognoz qildik. Mana bu holatdagi shamimiz hozir rangi yashil. O'ylaymanki, taqriban yana necha soat qoldi? 3 soat vaqtimiz bor. 3 soat 15 minut. 3 soat 15 minutgacha bozor tushib ketib qolmasa, ya'ni mana buni tagiga tushib yopilmaydigan bo'lsa, yashil yopiladi. Ya'ni 3 soat vaqtimiz bor. O'ylaymanki, 3 soat ichida tushib ketib qolmaydi bu yerda. Ya'ni bu haftadagi shamimiz ham inshaalloh yashil yopilish ehtimoli bor inshaalloh. Chunki 3 soat qoldi. 3 soatdan keyin shu zonada yopiladigan bo'lsa, yashil bo'ladi. Alhamdulillah, bu prognozimiz ham to'g'ri chiqadi. Xo'p, endi kichikroq time frame ga keraklik. Yangi haftadagi shamda aytmadik, uni keyinroq ko'ramiz. Chunki hozir men kutadigan narsam 1-2 kun ichida nima Ethereumdan yaxshigina tushish ehtimoli borligi uchun yangi haftadagi shamni prognoz qilmayman. Tushunarligi? Inshaalloh 1-2 kun kutaman. Undan keyin agar ba'zi narsalar ko'radigan bo'lsak, keyin unga qarab bir prognoz qilishimiz mumkin shamni. Xo'p, hozir nima qilamiz? 4 soatlik time frame ga kiramiz. 4 soat time frame ga kiradigan bo'lsak, buni o'tganda esingizda bo'lsa, buni prognoz qilib aytdikki, mana bu yerdagi maksimum bor dedik. Mana bu maksimumda tagiga bozor tushganda mana bu zonada analiz qilgan. Adashmasam 45 minut time frame deydi. Kichikroq time frame olib kiramiz. Xo'p, mana shu grafikda analiz qilgandik esingizda bo'lsa, buni qilib olsam. Xo'p, nima dedik? Bozor tushdi va yuksaldi, tushdi, yuksaldi. Shu holatda mana buni proboy qildi deb aytdik. Nima dedik? Qachonki mana bu tushgandan keyin yo'l hadafimiz mana bu deb aytdik, mana bu zona. Sababi nima edi? Sababi mana buni proboy qildi deb aytdik. Xo'p, qachon bu tahlilimiz, analizimiz buziladi? Buzilishligi uchun mana bu tepadagi maksimum tepasiga igna otish kerak eng kamida. Tushunarligi? Bozorimiz ko'ryapsiz, bu yerda rosa bir joyga kelgan, lekin hali igna otmadi.
igna otilgan bo'lganda ham nima bo'ladi? Bizda mana bu tahlilimiz bo'ldi. Endi pastga emas, yuqoriga ketamiz degan tushuncha emas. Prosta tahlil buziladi. Mumkin boshqacha pattern ishga kirishim mumkin. Misol uchun hozir boshqa pattern, agar buni men pastga analiz qiladigan bo'lsam, bo'ldi. Men buni olamanda pastga boshqacharoq analiz qilishligim mumkin. Buni olib turib, bu yerdan misol uchun mana bunaqa olib qo'yishim mumkin, agar yuqoriga o'tadigan bo'lsa. Tushunarliga? Va nima bo'ladi? Agarki bu zonadan ketadigan bo'lsa, xo'p, nima bo'ldi? Xo'p, bu yerdan hop 1 2 mana 3 tushunarliga mana bunaqa tushib ketish ehtimoli ham yo'q emas. Ya'ni agar buni tepasiga o'tadigan bo'lsa, u kelmaydiki, ya'ni buni tepasiga igna otib qo'yadigan bo'lsa, bundan kelib chiqmaydi. Bo'ldi, analiz buzildi. Endi Bitcoin yuksalib ketadi degan narsa kelib chiqmaydi men uchun. Tushunarliga? O'shaning uchun hozir buni ko'rsatib qo'ydim sizlarga. Ya'ni oldingi haftadagi analizim, kichik time frame'dagi analizimiz hali buzilmadi. Chunki katta time frame'dagi haftalik shamni yashil yopishni prognoz qilganda esingizda bo'lsa va shu holatda yurib berdi bozorimiz, ya'ni o'sha yerda o'zini ushlab turibdi. Bu oltindagi Bitcoin'dagi bo'lgan meni qarashim edi. Hozircha, ya'ni mana shu zonadamiz. Biron bir nima yo'q. Mana bu tepasiga chiqib chiqmaslik atrofida turibmiz. Hozir men asosiy kutyapti turgan narsam Ethereumda hozir bundan oldingi ko'rsatib o'tgan narsa. Hozir Bitcoin'ning ichiga men ko'p ham kirmadim. Ko'p ham Bitcoin'da ichiga kirishavermadim men. Tushunarli? Menga hozir nima bo'ldi? Ethereumda o'zi, chunki vaqt ham ko'p emas, bir oy yoki bir hafta kutadigan emas. 2 kun ichida hal bo'ladigan holatdagi analizni nima qildim? Bitcoin'da Ethereumda ko'rganim uchun shu holatda ozroq kutaman inshaalloh. Va bu yerda oltinda ham e'tibor beradigan bo'lsanglar, oltinda ham nima dedik? Analiz qilib o'tgandik. Oltin, mana bu oltin grafikimiz katta ehtimol bilan sal turib 3 soatdan keyin nima bo'ladi? Grafikimiz ishga tushadi, ya'ni. Bu yerda misol uchun oltinda esingizda bo'lsa analiz qilgandik. Mana bu zonada hatto rasmga ham qo'yib qo'ygandim, tashab. Qachonki mana bu minimumda tagiga bozor tushmaydigan bo'lsa, yo'limiz yuqoriga. Birinchi hedefimiz 5% o'sishlikda deb aytgandim, esingizda bo'lsa. Va mana bu yerda ko'rib turganingizdek, bozor 5% o'sa olmadi, chunki hafta yopilib qolgan, 2 kun bo'ldi grafik yopilganiga. 2,5%, 3% ga yaqinroq o'sdi. Aytganimizdek, bu yergacha yetib kela olmadi. O'ylaymanki, bu hafta keladi bu. Ya'ni bu hafta bu yergacha keladi. Chunki hozir yo'limiz yaxshi o'sishlikda. 15 minut time frame oladigan bo'lsak ham bu yerda bir siqishma zonasini buzgan. Mumkin kelib turib mana bu yerdagilar mumkin portlab turib keyin ketar yoki shu yerdan pramo ketar. Ya'ni hozircha bunda bir tahlil buzilgani yo'q. Hali ham bo'lsa nima, yo'limiz yuqoriga. Tushunarliga? Mana bu yerdagi analiz qilib turib bu yerda aytgan narsamiz yuqoriga, hali ham tahlilimiz buzilgan. Qachon tahlilimiz buziladi deydigan bo'lsanglar, endi nima bo'ladi? Mana bu stop loss, agarki bu yerdan kirgan traderlarda stop loss'i birinchi mana bu zona edi. Mana bu minimum tagida. Endi nima bo'ladi? Mana bu zona biz uchun asosiy stop loss bo'ladi. Agar kimdir oltinda kuzatyap turgan bo'lsa, mana shu yerda kuzatsin. Qachonki endi mana bu minimum emas, ozgina ko'tarib qo'ydim, mana bu minimum. Mana shu minimumni tagiga bozor ignasini otadigan bo'lsa, bo'ldi, oltindan pastga tushamiz. Tushunarliga, eng kamida mashinchalik pastga tushishimiz bor oltindan. Xo'p, mana shu ignani o'zi dastlashni bo'ladi. Agarki nima bo'ladi? Tushadigan bo'lsa, ya'ni mana shu zona, mana shu ignasi ozgina ignasi shunday tushib qoladigan bo'lsa ham nima bo'ldi? Oltin pastga tushamiz bu yerdan. Lekin o'ylaymanki, hozir panik qilishni hojati yo'q. Oltin yana yuksalishda. Aytib qo'yib bitta narsani, bu oltin mana shu yuksalish ketyapmiz inshaalloh. Mumkin shu kunlarda yoki oldimizdagi hafta yoki oylarda katta portlash bo'ladi. Nimada? Oltinda portlash bo'ladi. Mumkin hafta ham emas, oylarda mumkin. 1 oy yoki 2 oy ichida o'ylaymanki katta portlash bo'ladi oltinda. Nima bo'ladi? Chunki hozir Rossiya Ukraina masalasi yaxshigina kun mavzusiga chiqdi. Hozir dolzarb mavzuga chiqib qoldi. Ya'ni kelishuv yoki shunga o'xshagan narsalar hozir juda ham ko'p ko'tarilyapti degan narsa. Mumkin Tramp bilan Putin ko'rishib turib nima bo'ladi? Hozir yaqinda bu Xitoy bilan ko'rishmoqchi bo'lyapti Putin, Tramp ko'rishmoqchi bo'lyapti. Mumkin shularda ichida ba'zi kelishuvlar kelib chiqadi. Bularning hammasi shu oltinga qarab turibdi. Ya'ni men o'ylaymanki, shu oltin yana ozroq ko'tarilsin, hozir fursat berishyapti. Odamlar to'plagani kelyapti. Mana bu yerga to'plab kelib turib, bu yerlardan bir olib tushadi. Nimaga? Odamlar hozir to'playapti bular. Ya'ni shu kimda kim oltin bo'ladigan bo'lsa, bu men o'zim shaxsiy fikrim. Ya'ni katta ehtimol bilan sotib,
o'rniga boshqa narsa olsa olsinki, lekin oltin yaxshigina tushadi inshaalloh. Hatto urush davom etsa ham, davom etmasa ham Alloh tomonidan tushadi bu. Hali urush davom etsa yuksalar ekan oltin degan tushunchalar bor-ku, hojati yo'q inshaalloh. Baribir tushadi Alloh izni bilan. Oltin tushadigan zonaga kelib qoldi. Ya'ni mana shu yerlarga kelganda ko'rasiz, yaxshigina bir yangilik yoki bir narsalar chiqadi, yuqorilarga chiqib chiqmasdan mana shu yerlarda yuqoriga ham chiqishligi mumkin, lekin mashag'alada nima qiladi? Bir tushish. Ya'ni mana bu o'sishligimiz inshaalloh oxiriga bir nimalar bo'ladi. Ya'ni oxirgi harakatlarimiz. Mana shu zonalarda juda ham katta nimalar bor hozir to'plangan. Bu yerdagilarda bitta portlasak, bitta pastga tushib ketamiz katta ehtimol bilan. Bu meni oltinga bo'lgan prognozim edi. Xo'p, videomiz uzoq bo'lib ketmasin, shu yerda to'xtataylik. O'ylaymanki, juda ham bir chiroyli, sodda usulda tushuntirdim. Videolarim yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa mani dizlayk ham bosib yuborsangiz ham o'zingiz bilasiz. Agar ba'zi bir do'stlaringizga kimga jo'natib qo'yishni o'zingiz bilasiz yoki ba'zi bir kanallarga jo'natib qo'yadigan bo'lsangiz, inshaalloh bu faqat manfaatli bo'ladi. Ko'p emas, atigi 2 kungina vaqt bor. 2 kun ichida shu reaksiya bo'ladimi yo bo'lmaydimi, shu narsani ko'rsak bo'ladigan analiz bo'ldi. Bu narsani albatta kimga bo'lsa ham jo'natib qo'ying, inshaalloh foydasini ko'rasiz inshaalloh. 2 kun ichida ko'ramiz. Bu mumkin bo'lmas, bo'lmaydigan bo'lsa nima bo'ladi? 2-3 kundan keyin boshqa bitta analiz qilamizda, boshqa yo'llarda nima qilamiz. Lekin nima? Men hozir kutyap turgan narsam 2 kun ichida savdoda bo'lmayman. Inshaalloh qo'limdagi hamma narsani naqd qilaman-da, bo'ldi. 2 kun inshaalloh o'zimga o'zim dam beraman. Alhamdulillah, bundan oldingi haftalarda men bu haftani ichida ham ko'rdinglar, yaxshigina nima qildik? Narsalar sotib oldik, yaxshigina foyda qildik. Take profitlarni qayerdan olib, qayerdan sotganlarimizgacha o'zingizlar kuzatib boryapsizlar. Agar kim kanalimizda bo'lmasa, Telegram kanalimizga qo'shilib qo'yinglar. Inshaalloh bu kanalda albatta sizlar hatto pulli kanallarda qo'shilib, pulli kanallarda olmaydigan signallarni nima qilamiz? Biz signal kanallarimizga tashlayapmiz. Buni o'zingizlar ko'zlaringiz bilan ko'rsanglar bo'ladi. Assalomu alaykum, sizlar bilan Expert Signal admini Sulaymon. Keyingi videoda ko'rishguncha kommentariya bilan like, o'zlaringiz fikrlaringizni kommentariyaga yozib qo'yadigan bo'lsanglar nima bo'ladi? Xursand bo'lgan bo'laman. Sizlar bilan har doimgidek Expert Signal admini Sulaymon. Assalomu alaykum.